Hammaga salom do'stlar. Bu men Blokoman va siz Blokoman kanalidasiz. Bugun biz sizlar bilan Vardenning uyiga bormoqchimiz. Chunki u bizdagi mahluqni o'ldirib berishini so'ramoqchiman. Lekin undan oldin biz unga go'sha borishimiz kerak va men unga va'da berib qo'yganman. Qani boshlaymiz. O'zimdagi qo'ylar bittasini o'ldirishim kerak. Qo'ylarim sizlarni arang suruvimda o'zi. Hammayni bittangni o'ldirish kerak. Qaysi biring ko'zimga yomon ko'rinyapsan, ha? Menimcha san. Mayli. Do'stlar, endi biz sizlar bilan Vardeningni ko'rish. Mana do'stlar, Vardeningga ham keldik. Mana endi Varden. Juda qorong'u bo'ldi. Ey Varden! Ey Varden! Ey Varden! O'rnasan. Ey Varden! Bu yerda kim bor? Varden, bu men Blokman. Bu yerda nima qilyapsan? Varden, men sen aytgan narsani olib keldim. Mana, go'sht. Ol. Bu aniq jitil go'shtimi? Ha, aniq jitil go'shti. Aldamayapsanmi? Yo'q, aldayotganim yo'q. Mana, ishonmasang ko'r, yeb ko'r. Ey Varden, endi sen bizdagi mahluqni o'ldirib bera olasanmi, a? U qanday mahluq? U From the Fog degan mahluq. Uni o'ldirib bersang yaxshi bo'lachi edi. Evaziga nima olaman? Istagan narsangni. Unda menga Senga yaramasa, men senga undan ko'ra yaxshi ko'ruvchi damlama beraman. Ol. mayli ber. To'z jahonchi qudratda bersinlar tez-tez. Mayli beraman, ma ol. Sinab ko'rchi ishlaykanmi? Ana ko'rach. Ko'zim yaxshi ko'ryapti. Zo'r. Ey Varden, endi borasanmi? Ketdik, yur. Ketdik, endi boramiz. Lekin menga olib kelsang yaxshi bo'lardi. Ey Varden, sen nima bo'ldi, yur, ketdik. Mana do'stlar, keldik. Qoldikmi? Aha, keldik. Ket tezroq. Mana shu qishloqmi? Ha, shu qishloq. Kel tezroq, ey. Mana bu joy. Shu yerda. To'xtab tur, to'xta. Mana shu joy. Shu sindirib, qarachi bormikin? Lekin aytib qo'y, kimdir menga hujum qilsa, mendan yaxshilik kutmasin. Mayli, hozir to'xtab tur-da. Hozir Blokovali hali ehtimol qarshi. O'sha qarab ko'rchi, balki bordir. Yaxshi. Men to'xta, men xavfsizlik uchun tepaga chiqib qolaman. Hozircha ishlarsiz. Xo'sh, balki hozir kelar u mahluq. Eshikda buzdingmi? Yo'q, ana u mahluq, mana. Qo'y ona mahluq. Varden, bunga ishonaman. Voy, men tomon kelyapti. To'g'ri chopdi. O'ldimi? U nihoyat o'ldi. Mahluqga shu bo'lsa mahluq. Rahmat senga. Varden, senga rahmat. Yaxshi, unda men endi yetdim. Mayli. Voy do'stlar. Nega sen meni urdingmi? Varden, nima qilyapsan? Men seni ogohlantirgandim. Meni urmadi. Ular meni urdi. Endi qishlog'ini yo'q qilaman. To'xta.
Qochish kerak. Do'stlar. Shafini yo'q qilaman. Qani? Ey, Varden nima qilyapti do'stlar? Yo'q qilaman. Voy Yo'q qilaman. Varden nima qilyapti? To'xta, meni bitta qo'yib TNT bilan uni portlatib yuboraman. Yo'q, bu emas. Mana. U qaysi bitta uy kirganda uni portlataman. Mana. Sekin arqasam ura. Bitta uyga kiraman. O bizni eshitmayotganmi? Qachon bitta uyga kirar ekan? Bir kichik uyga kirsa tezroq qurardi. Narsa o'ldiryapti. U meni ko'raychi sal qolsa. Odam bor ekan. Qancha kirsin-da. Birinchi uni yopib taylayman. Qanjim, yopib taylayman. Varden, sen o'lib ketsan. Qanjim kerak. O'lib ket Varden. Varden, men seni portlataman. Qochish kerak endi. Portladi u. Ha. Butun qishloqni yo'q qilib qo'ydim-ki. Mayli, ozginagina. Varden yo'q bo'ldi. Qishloqni yo'q qildim. Mayli. Varden o'ldiki eng asosiysi. Oh. Nihoyat uni yo'q qildim. Do'stlar, mana bu serial ham o'z nihoyasiga yetdi. Nihoyat Vardenni ham, u maxluqni ham yo'q qildim. Qani, iltimos do'stlar, like va obuna bosib qo'yinglar. Ko'rganingiz uchun katta Pashsha uchib o'tdimi? Ayo, tuyulibdi.